Ayxan Robert sınıf haqida. Avtori Muhammad Emin Nuriddin. Өтіп кеткен 2019 жылға қарасам, xeyli yomon emas, natijalik bir yil bo'pti. Faqat Ayxan ma'rifi bilan birga qilgan ishlarni sanasam, 4 quloq balalar jurnali balalar bilan yuz ko'rishdi. 2017 yılı 10. aydan başlap davam qilib kelgan Ayxan ana til maktabining dars xotirasi hisobidagi 32 harfning pasli Söyümlük balalarimga hadiya nomli kitob nashrdan chiqdi. Tilimizni yangidan qezib chiqadigan o'zimizning rangi nomli kitobxonalarga qo'yildi. Menchi bu kitob tilimizni yangi boshdan tushunib ögünüp çıqıdığanlar üçün intayin bir esil o'qishliq bo'lib hisoblanadi. Bulardan boshqa yana faxrlanib turib tilga oladigan ilgirki 2 qatimliq robot sinfi va texmi sifatlik, texmi ko'p balalar tarbiyalanib chiqqan Ayxan robot sinfi bor. Robot har kichik balani o'ziga qiziqtirib, o'ziga tortib turadigan bir o't bo'lg'inidek. Bu o't men cho'ng bo'lgandimi suslashmagan, yo'qmagan edi. 2018 yilning oxirlarida shundoq bir robot sinfi ichish xiyoli kuchayib qolgan bo'lib, bu fikrni bir qancha yaqin balaga maslahat selib, ularning qiziqishi bilan robot sinflari 2019 yilda qiladigan ishlar kun tartibi qatorida o'rin olgan edi. Shundoq qilib 2019 yili 6 oymi keldi. 6 oyning tunji haftasi ro'zayitni tugatibla 4 quloq balalar jurnalining loyihasini boshlagan bo'lib, buning loyihasi boshlangandan tortib nashrdan chiqquncha bir oydan ko'proq vaqt ketdi. Bu jarayonda Selim Pashodagi O'quv Uyg'ur maktabida tabiiy fan darslarini o'tayotgan yaqin do'stim doktor Mahmudjon Letib shu yerdagi maktabda tajribaxona qurib, balalarga tabiiy fan darslari o'tib, turli qiziqarli tajribalarni ishlab berdi. Jurnalning 2 soni nashrdan chiqib, bir qancha kundan keyin ularning tabiiy fan tajriba darslarining orqaga ulabla robot darslari boshlandi. Uning orqaga ulabla Hira Uyg'ur maktabi bilan kelishganimizdek Safakoydimi dars boshladik. Shundoq qilib, Selim Pashodagi O'quv Uyg'ur maktabida 15 o'quvchi tushdan keyinlik sinfda, Hira Uyg'ur maktabida 5 o'quvchi attiganlik sinfda bo'lib, parallel holda tarbiyalandi. 3 haftadak vaqt ishga arliqda qatrab yurib, balalar bilan xilma-xil modellarni, robotlarni yasadik. 2019 yili 8 ayning 7 kuni Selim Pashodagi Uyg'ur o'quv maktabida yozliq ta'tillik sinflarning katta o'qish bitirish faoliyati bo'ldi. Faoliyat xeyli uzun davom qilgan bo'lib, Selim Pashodagi robot sinfi o'quvchilarimi o'zlarining yasagan robotlarni sahnada tushuntirib ko'rgazma qildi. Bu jarayonda men unutib qolmaydigan bir ish bor. Balalarga dastlabki programma tili bilimlarini tunishtirib, rasmiy robot darsiga kirib, 3 kun o'tgandan keyin bir o'quvchim darsdan keyin o'zi yasagan bir mashinani faqat oldi keyniga mangadigan holatda kod yozib, puturib videosini avatibdi. Amaliyotda bu bakla oddiy bo'lsa-mu, biroq darsni yangi boshlab bir qancha kun o'tgan o'quvchiga nisbatan aytganda xeyli yomon emas ish edi. Uning videosini hurmatli olimimiz Erkin Sidiq akamizga yo'lladim. Erkin kam aldirashchiligiga qaramay, shundoq samimiylik bilan bir qancha minutlik gap qilibdi. Buni sinfda
Anımızı şu vaqtlarga udulgan edik. İstanbulda kuniga arqa bir qancha yig'in va faoliyatlar o'tkazilgan shu haftalar ba'zilaringlarning esida bo'lsa kerak. Shu mezgillarda doktor Olsi yozichining sharpiga faoliyatlar bo'ldi. Marhum Ko'rash Ko'sanni xotirlash yig'ini bo'ldi. Uyg'ur akademiyasining yig'inlari bo'ldi. Kishilarning vaqtini tejash uchun yana bir faoliyat bilan kishilarning vaqtini texmo zich qilvatgimiz kelmadi. Şuna 6. slatki faoliyatimizni bekor qilvatdik. Әтісімі nayit aldıraş bir kun bo'ldi. Şuna hammaylarning vaqtini tejash va shundaqla Abduvali Ayıbning bir qancha qitimliq taklifiga binoan Uyg'ur yarining faoliyatidan burun qilishni o'ylashdik. Faoliyatga balalar Ayxon robot sinfi xeti tushirilgan qizil maykalar bilan nayit ratlik kiyinib kelgan edi. Ular Erkinkamning kelishiga ulgurtib, ustalning ustini o'zlari uylarda yasab kelgan har xil mashinalar bilan tizib to'ldirib atgan edi. Buningdan biz o'zimizmi hayron qoldik. Balalarga uylardami bir narsa yasab kelishni degan bo'lsaqmi, buncha vala ko'p yasab etishini, ya'ni faoliyatdan ilgari nurg'un narsalarni bizmi ko'rib baxmagan edik. Erkinkamning sinfga kelishi balalarga ajoyib turtki bo'ldi. O'ylamagan edik. Ko'rgazma ustallarimizni Erkinkam bilan birga kelgan Shveysariya Swisscom shirkatida injener bo'lib ishlayotgan fizika doktori Abdushukur Abdurisht apandi, Drexel universitetidan doktor Rebecca Klauze qatorliqlar ko'rib, nayt xo'sh bo'ldi. Balalar o'zlari yasagan to'saqdan qochadigan robot, xilma-xil aeroplan modellari, mexanikalik modellar, o'zlari kodlab yezib chiqqan piano, usul o'ynayoladigan robotlar, jismlarni tutib yo'tkayalaydigan mexanik robot qo'l qatorliqlarni ko'rgazma qildi. Ko'rgazmadan keyin doktor Erkin Sidiq apandi qatorliqlar balalarga ilhom bo'ladigan gaplarni qilib, ko'rgazmadan keyingi ta'sirotlarni so'zladi. Uningdan keyin balalarga Ayxon robot kursini tamomlaganlik guvohnomasi tarqitib berildi. Abdul Aziz Bashto'g'roq aka robot kursimizdagi har bir o'quvchiga Erkinkamning Natijalik Uyg'urlar degan kitobini sovg'a qilish bilan Ayxon robot sinfimizning faoliyatini oxirlashtirdik. Asli faoliyat planimizda o'quvchilarimiz naq maydonda kod yezib ko'stish, robot parchalarini tushuntirish, naq maydonda robot yasash qatorliqlar bor bo'lgan bo'lsa-mu, ko'pchilikning vaqtini o'ylashib, bu qismini amaldan qoldirib atdik. Gerçi bundaq sinflar boshqa millatlarga nisbatan intayin odatdagidek bir ish bo'lgan bo'lsa-mu, biroq bu diasporada yashayotgan biz Uyg'ur millati uchun texi ancha ko'p yuz berib baxmagan bir ish edi. Darvaqa bu ishlar haqiqatan osonga to'xtamadi. Do'stlar boshdan oxir qo'llab keldi. Abdukerim, Abdurahmon, Abdurazaq, doktor Mahmudjon, Akbar, Faxriddin, Murat, Muyassar qatorliq do'stlar mayli dars jarayonida bo'lsin yoki orqa sap ishlarda bo'lsin, hormay ishladi. Ota-onalarmi forma ishidan tortib balalarni shuncha yiroq yerdan navbatlashib opirib akilish ishlarigacha hech qachon voysab baxmadi. Biz bu qitim ko'pning kuchining haqiqatan ko'p bo'ladiganligini yana bir qitim cho'nqur his qildik. Sizlarga bir xush xabar bor. 2013-yili 6-oydan boshlab doktor Mahmudjon bilan mushundaq bir ish ustida o'ylanib kelayotgan bo'lib, 2014-yili tabiiy fan bilimlarini asos qilib, ilm-fan to'ri nomida bir to'r bekiti qurilib, Mahmudjonning fizika darslari boshlangan edi. Lekin ayni chog'dagi kuchimizning yetarsizligi tufaylidan vaqtincha to'xtatib qo'yilgan.
2018 yıl 12 ayda qayta tərtiblenib, 2019 yılı 3 qatımlıq kursda 72 yaqın o'quvchiga robot darslarını asas qilgan holda tunji qatımlıq sirtki kengayishni muvaffaqiyatli tamamladik. 2019 yılının ahırdan başlap gruppamızның namı Uyghur STEM degan nom ostida markazlashgan bo'lib, STEM ma'rifi andisi bo'yicha kompyuter, robot, programma tillari, matematika, fizika va boshqa tabiiy fanlarda o'quvchilarni tarbiyalashni nishon qilib, Uyghur STEM gruppamiz qurildi. Gruppamiz mustaqil holda kurslarni tashkillashdan boshqa yana qaratmaliq holda har qaysi ana til maktablari, madaniyat markazlari bilan kelishib, Uyghur STEM nomi bilan sayyora holda robot darslari berdi. Keling, kichikkina o'zgarish orqali zanjirsimon bir o'zgarishni vujudga chiqaraylik. 2020 yillik qishliq ta'tillik robot kursimiz boshlanish oldida turdi. Tizimlatishga oldirang, soni cheklik. Tor bekitimiz www.uyghurstem.com. Tizimlash faqat tor bekiti orqali bo'ladi. Telefon nomeringizni yozgandan keyin iltimosingizni topshirib olganlik haqida qisqa uchur keladi. Biz to'g'riliq xabarlarni yana Facebook va Instagram tor betlarimizdan ko'ra olasiz.